Assalomu alaykum, Muhabbatxon onajonim, o'zingizmisiz? Ha, alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz onajon, sog' salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, rahmat, o'zlaring ham tuzingmisizlar? Rahmat, kattakon. Bezovta qilib qo'ygan bo'lsak, afv etkaysiz, bugungi go'zal ayyom sizga muborak bo'lsin. Otajoningiz sog' bo'lsin, ilohim quvonch, shodlik, shijoat va g'ayrat sizni aslo tark etmasin onajon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Rahmat, kattakon. Ayni fursatlarda siz bilan g'oyibona suhbatda bo'lib turgan bu yaqinlarimga tabriklarim loyihasi ijodkorlar jamoasi bo'lamiz va men boshlovchi Gulmira siz bilan jonli muloqotda bo'lib turibman. Siz uchun atalgan go'zal tilaklar, tabriknoma so'zlar, dilnoma so'zlarni yetkazib berishlik mas'uliyatini qo'lga kiritgan edik. Buning uchun birozgina qimmatli vaqtingizni olamiz, maylimi? Mayli. Rahmat, kattakon, joningiz sog' bo'lsin. Siz uchun loyihamizga juda ham ajoyib maktubnoma, dilnoma so'zlar yetib kelgan edi. Bu tabriknoma so'zlarni yetkazib berishlik mas'uliyatini qo'lga kiritganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bu tabriknoma so'zlar esa faqatgina siz uchun atalgandir, aziz onajonim. Yon atrofingizni o'rab turgan barcha yaqinlar baxtiga sog', omon bo'ling. Avvalo xonadoningizdan yaxshilar, mushkam barayxonlarning hidlari arimasin. Mana shu xonadoningizni quvonch baxtlarga to'ldirib, ko'zlaringizni quvnatib, yashnatib yurgan yaqinlar baxtiga ham sog' omon bo'ling, ilohim. Rahmat. Keling onajon, shu o'rinda sizga bir savol bilan izlasam degandim, maylimi? Mayli. Qaysi bir mehribon yaqin insoningiz bugungi ayyom bilan sizni hammadan o'zgacha, hammadan chiroyli tarzda tabriklashni va o'z dillaridagi eng samimiy tilaklari, dilnoma so'zlari, tabriknoma so'zlarini yetkazishni xohlagan bo'lishlari mumkin. Kim tomonidan deb o'ylaysiz? Alo? Kim tomonidan tabriknoma so'zlari yetib kelgan bo'lishi mumkin siz uchun atalgan? Endi qizim bo'lsa kerakdir-da. Yana taxmin qilib ko'ring. Yana. Kim bilmadim endi kim ekan. Unda keling, birini aytsam, biri xafa bo'lib qolmasin deya ikkilanib qolgan bo'lsangiz, o'zim javob berib qo'ya qolaman. Ha. Avvalambor bugungi ayyom bilan sizni barcha yaqinlar, oila a'zolari nomidan bizning loyihamizga o'zining go'zal tilaklari, tabriknoma so'zlari, dilnoma so'zlarini yuborgan inson bu sizning kuyov ne'matingiz Doniyorjon akamiz bo'ladilar. Albatta. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim. Albatta, ularga qo'shilgan holda qizlaringiz Mamlakatxon opajonimning nabira ne'matlaringiz Muhammad Diyor, Muhammad Umar, Muhammad Ali, Abu Bakr Siddiq nomidan chiroyli tabriknoma so'zlarini qabul aylaysiz. Rahmat, o'ylamagandim. Albatta, ilohim. Keling, ularning tilaklari, tabriknoma so'zlari, dilnoma so'zlari ayni fursatlarda qo'llarimda turgan edi. Ishlarni ham sizga Allohim qadr etguncha yetkazsam degandim, maylimi? Rahmat, kattakon. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan, qadri ham baland bo'lgan aziz insonimiz, oyijonimiz, sizni bugungi ayyom bilan Allohimning suyukli bandasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lgan go'zal kuningiz bilan chin qalbimdan barcha yaqinlar, oila a'zolari nomidan muborakbod etaman. Ilohim yuzlar bilan izlashganingizda ham yonimizda yelkadosh bo'lishingizni Allohimning o'zi nasib rozi aylagan bo'lsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin, qalbingizdan xotirjamlik aslo arimasin. Doimo baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik sizga hamroh bo'lsin. Doimo sihat, salomatlikda, bag'ri butunlikda yuraveraylik. Bugungidek go'zal ayyomingizda qo'llarimni duoga ochib yaratgan Allohimning qiblasi tomonga yuzlanib, siz va barcha yaqinlar, oila a'zolari uchun Ka'ba ziyoratini, Qur'on tilovatini, duo ijobati va ikki dunyo baxt, saodatini so'rab qolaman. Borligingiz uchun ham sizga Allohimga tashakkurlar aytaman. Sizdek aziz insonlarning borligi bu bizning baxtimizdir aslida.
bugun qaro ko'zlar baxtlardan qolsin. Boshlangan kuningiz quvonchga to'lsin. Bugun aytsam sizga eng shirin tilak, oyijon, tavallud kuningiz muborak. Shunday baxtli bo'ling, baxt qilsin havas. Sizdan yiroq yursin yomon u nokas. Tonggi shamol tabrik yetkazib bilsaz. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bog'da gulzor sizga gullarini ochsin. Subhidam quyosh ham nurlarini sochsin. Sizdan butkul g'amlar chekinsin, qochsin. Tavallud kuningiz o'zgacha o'tsin. Siz uchun aytilgan go'zal tilaklar baxt sari chorlasin yurgan yo'laklar. Sizni chorlab bugun sirli ertaklar. Tavallud bu oyim muborak bo'lsin deya go'zal tilaklarni qabul etasiz. Ayni fursatlarda agentligimiz tomonidan ovozlarimiz yozib olinmoqda. Agarda yaqinlaringizga bo'lgan jon jigarlaringizga bo'lgan qolaversa kuyov ne'matingiz uchun atalgan go'zal tilaklaringiz, rahmatnoma so'zlaringiz, dilnoma so'zlaringiz bo'lsa, marhamat bemalol aytishingiz mumkin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hammalaridan sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Alloh topganlariga baraka bersin, umrlariga, rizqlariga. Allohim bari nevaralarim ham Allohim salomat bo'lsin. Omadlarini bersin. Chota yigit bo'lib yurt olamga foydasi tegadigan farzandlar bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Niyatlari bo'lsa Alloh bersin ularga ham. Ilohim samimiy tilaklar uchun, sog' tilaklar uchun. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsa, keyin tatiydi hamma narsalar. Ilohim. Ko'pga bersin, ko'p qatorida bersin hammani uylari. Allohim Qur'on nurlari, barakotlarini yog'dirsin hammaga Ilohim aytganingiz kelsin. Samimiy tilaklar uchun, sog' tilaklar uchun va mana shunday qurilgan samimiy suhbat uchun sizga ham alohida tashakkurlar aytamiz. Onajon sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayyomlarni yaxshi kuting. Rahmat, sizga ham rahmat, sog' bo'ling. Baxtli, saodatli bo'ling. Bolalarning rohatini ko'rib yuring. Rahmat, katakon, sog' bo'ling.